Assalamu alaykum kichik do'stlar. Yaxshi turdinglarmi? Bugungi o'qiydigan kitobimizning ismi Qachonliqqa qor yog'di. Avtori Claire Friedman. Rasmini chizuvchi Tina McNaughton. Tarjima qiluvchi Farida Mamat. Qish kelay deb qoldi qo'zam. Dabdu eyiq ana eyiq chaqqa. Yana bir necha kundan keyin sovuq shamol chiqib, havo texmi sovib ketdi. Yumshoq ham oppoq qor shamolga qo'shilib yig'ishga boshlaganda biz illiq uyimizda uxlaymiz. Mening uxlug'im yo'q, qorni ko'rgim bor. Yana qor ustida o'ynag'im bor, debdi eyiqchaq. Eyiqchaq shundoq deginicha onasining qo'ynidan yulqinib chiqib mukinibdi. Tiyinchoq daraxt shexida sangilab turib, daraxt keyniga mukinib olgan eyiqchaqni ko'rib, xushal holda uningga "Hey, menmi mükimikilen oynashqa amroq", debdi. "Shh", debdi eyiqchaq darhol past ovozda. "Men mükimikilen oynamadim". Tuyuqsiz bir qarg'a chashqan teshikdan chiqib, yuqori ovozda "Seni tepib oldim", deb varqirabdi. Eyiqchaq achchig'ida sakrab ketibdi-da, "Men rostla o'yin oynamadim. Men yo'shirinib olmoqchi", debdi. "Nimishqa?" deb so'rabdi tiyinchoq qiziqib. "Chunki onam meni uyga qaytib uxlag'in deydi. Bütün bir qish uxlaydi ekanmiz. Shundoq bo'lsa men qorning qandoq narsa ekanligini ko'rolmayman", debdi eyiqchaq. "Men sana deb beray", debdi tiyinchoq. U "Qor osmondan mundoq yog'di", deb bir siqim qarag'ay uruqini osmonga atgan ekan, qarag'ay uruqlari shar qilib yerga tushibdi. "Qor degan qarag'ay uruqidek undoq qattiq bo'lmaydi", debdi qarg'a chashqan yuqori ovozda. "Qor yumshoq ham ho'l bo'ladi". U shundoq debla kassini to'lg'ab loy ko'lchikiga o'zini etib tikan, paq qilgan ovoz bilan tang patqoq atrofga chachrabdi. Buni ko'rgan eyiqchaq xushalligida varqirab ketibdi. "Qor qilin yog'sa", debdi tiyinchoq. "Qor buvay yasig'ili, qor yetishib o'ynag'ili bo'ladi". U shundoq debla bir parcha loyni elib eyiqchaqqa etibdi. Eyiqchaq chaqqanlik bilan o'zini daldiga opdi. Paq qilgan ovoz bilan tang loy qarg'a chashqanning beshiga tegibdi. "Qor haqiqatan bek yaxshi narsa ekan", debdi eyiqchaq kulib turib. Bu uch do'st bir-biriga loy etishib o'ynashga boshlabdi. Birdamdila hamma yerni u yoqdan bu yoqqa uchayotgan loy parchalari qoplab ketibdi. "Sen yana qor ustida shakl paydo qila olaysan", debdi tiyinchoq. U shundoq debla to'rt putini uzun sunib, to'p ustida sunaylanib yetib, ikki qo'lida to'pini yuqori tuvan to'zitib o'rnidan turibdi. U o'rnidan turganda to'p ustida chiroyli tiyinchoq shakli paydo bo'libdi. Eyiqchoq bilan qarg'a chashqanmi "Menmi shundoq qilib boqay, menmi shundoq qilib boqay", deyishgunicha tiyinchoqni do'rab to'p ustida yetib, to'pni to'zitishga boshlabdi. Tizla to'p ustida xilma-xil shakllar paydo bo'libdi. Ular shundoq xushal o'ynayotganda eyiqchoq do'stlardan "Qish kuni men uxlayotganda sizlar qorda o'ynamsizlar?" deb so'rabdi. "Albatta", debdi qarg'a chashqan beshini langshitib. "Biz qor ustida mükimikilan o'ynaymiz. Bek payzi bo'ladi". Bu chaqda eyiq ananing eyiqchoqni chaqirgan ovozi anglanibdi. Biroq eyiqchoq yerdan qopmay yetyapti. Uning faqatla turg'usi yo'q ekan. "Eyiqchoq xafa bo'lib qopti", debdi qarg'a chashqan qaqoqlab kulib. U qurib qolgan daraxt shoxlaridan g'alati to'pi yasab, uni eyiqchoqqa sovg'a qilibdi. Hamda uningga tasalli beribdi. "Men uyga qaytib uxlayman. Meni unutib qolmanglar-jumi", debdi eyiqchoq ko'ngli yerim bo'lgan holda. "Albatta unutib qolmaymiz", debdi tiyinchoq. Eyiqchoqning ketgisi yo'q ekan. U ozroq mengib keyni qarab, tiyinchoq bilan qarg'a chashqanning o'zi bir vaqtgidek xushal o'ynayotganligini ko'ribdi. Eyiqchoq ko'ngli yerim holda uyga kiribdi. Eyiq ana g'ulichini kerib, uni quchoqlab qo'ymoqchi bo'libdi. "Meni quchoqlamang", debdi eyiqchoq. "Mening qorni ko'rgim bor edi". "Eyiqlar qishda uzun uxlaydi", debdi eyiq ana muloyimlik bilan eyiqchoqqa. "Biz uyqudan uyg'onganda qarmizlar ko'rinmay qoladi". "Do'stlarimmi ko'rinmamdi?"
deb so'rabdi eyiqchaq. Bularni o'ylagancha uning ko'ngli yerim bo'pti-da, o'zini tutib ololmay yig'lab ketibdi. Haqiqiy do'sting seni tashlab ketmaydi. Xuddi daraxt ustidagi chechak va illiq quyoshga o'xshash. Gerçi hozir sen ular bilan xo'shlashgan bo'lsangmi, lekin uyg'ongandan keyin ularni yanali ko'ralaysan, debdi eyiq ana. Andın eyiqchaqni asta ko'tarib karvatga yotqizib qo'yibdi. Eyiq ana bola uxlagan o'ngirning sirtida mamuqdek qar yig'ishga boshlabdi. Qar to'xtamasdan bir qish yig'ibdi. Illiq quyosh nuri oxirgi qarni eritib bo'lgandan keyin eyiq ana eyiqchaqni asta uyg'otibdi. Qo'zam, o'rningdan tur, bahor keldi, debdi eyiq ana kulimsirginicha. Eyiqchaq ko'zini ichib, xushalliqida sirt qarab yuguribdi. Vah, kun nuri nima degan illiq-a? Bahor kelgachga atrofni gullarning, o't-cho'plarning xushidi qoplagan ekan. Eyiqchaq xushalliqida o'ziga tunish kichik ko'lchak taraf qarab yuguribdi. U tiyinchoq bilan qarg'a chashqanni izlabdi. Lekin ular u yerda ko'rinmabdi. Ular ketibdi, deb o'ylabdi eyiqchaq o'ksinib. Ular rostla meni unutib ketibdi. Dal shu chaqda eyiqchaq qo'ng'iroqdek jarangliq kulgi ovozini anglabdi. U daraxt shoxlarini qayiribdi. Vah, aslida tiyinchoqning ovozi ekan emasmi? U gul chechaklar bilan o'zini o'rab, qar buvaydek yasnab olgan ekan. Eyiqchaq, biz seni bak seg'indik, debdi qarg'a chashqan eyiqchaqqa o'zini aytib. Sen bo'lmasang biz miki-mikilan o'ynasak qizimaydi-ekan. Eyiqchaqning ko'z chanoqi namlashibdi. U butun bir qish saqlab, oxiri o'zi orzu qilgan narsa dunyodagi eng yaxshi do'stga erishibdi. Balaliqinglar bahor balsidek go'zal bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga omonat.